X3 mashinasi akamga tegishli bo'lgan. Uydan so'raqsiz olib chiqib ketib, nomerini yechib yurib, syomka qilib, Instagram sahifasiga joylangan. Bu ishim xatoligini inspektor xodimlari tushuntirishdi. Bu ishim xatoligidan tushunib yetdim. Barchadan uzr so'rayman. Ushbu Nexia 3 rusumli 52 220 SB davlat raqam belgili transport vositasining haydovchisi tomonidan davlat raqam belgisini o'zboshimchalik bilan yechib olib, qilgan xatti-harakatlarini video tasvirlarga olinib, ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirildi. Bu esa ko'pchilikning haqli e'tirozlari kelib chiqishiga sabab bo'ldi. Holat bo'yicha olib borilgan surishtiruvlar natijasida avtomashina hamda haydovchisi aniqlanib, avtomashina vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga joylashtirildi. Haydovchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 125-moddasi 5-qismiga hamda 135-moddasi 2-qismiga asosan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi.